Yo'q, videomizda Toshkentni havosini yomonligi haqida emas. Bugun lokatsiyadan bilgan bo'lsanglar kerak, Nestvandagi navbatdagi bitgan xonadonimizni video obzorini qilgani keldim. Sizlar bilan chiqib bitta video obzor qilamiz. Har doimgidek obzorimizni kirishdan shu holdan boshlaymiz. Sizlarni oyna kutib oladi. Bu yoq devor polni shpon nashka qilganmiz. Juda chiroyli chiqqan. Hop, bu yoqda shkafimiz bor. Bu yoq mana sushetka bilan kir mashina bo'sh. Bu yoqda kiyimlar joy. Mashina ichida bunaqa svetar o'zi yonadi. Akkurat chiroyli tepa qismlari ham polni ochiladi. Push sistemada bu yoqda bizani o'sha devorda davomi mana bu yoqda skrit eshigimiz bor. Kirsizlar. Bu yoqda sanosi общий. Bitta qilib berganmiz shkaf, tashqaridagi shkafning stilistikasi va rangi bilan bir xil chiqargan o'sha. Bu yoqqa mana shkaf oynalarni qilib berganmiz, reflonni. Tegayonda akkuratlik qilingan, qaranglar, juda chiroyli chiqqan. Hop, keyingi xonamizda oshxona. E'tibor beringlar, studiya, lekin oshxonadan ovqat pishirganda hidi chiqmaslik uchun bu yoqda eshik qilingan. Hop, kiramiz va zalga отдельный различный eshik. Shu yerda yo'l eshigimizdan hozir ochilib yopishini ko'rsatamiz. Bu yoqda mana kuxnyani ko'ramiz. Krashinli, juda chiroyli, nijniy chiqqan. Tepalariga mana polni profilda oyna, reflonni qilib berganmiz. Bo'shdan texnikalar. Keyin bizda mana kargo sistema qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Ichiga narsalar joylasanglar bo'ladi. Juda qulay, juda udobniy narsa. Hammaga tavsiya qilamiz. O'z tarafimizda kichkinagina o'z tarafimiz bor. Bu ayollarimiz uchun juda tayyorlash uchun qulay bo'lgan narsa. Bu telefon uchun zaryadka. Bunda ochsanglar, ichidan bunaqa o'sha akkuratni ko'rasizlar, hamma narsasi bor. GTV biz bular bilan necha yildan ishlaymiz, ishonchli hamkor. Hop, ustiga bespirovodniy zaryadka oladigan qo'ysanglar, texnika zaryadka oladi va varishli panellarimizda mana tkidni bunaqa ko'rsanglar bo'ladi mana. Bo'limdan mexanizm qo'yib berganmiz. Juda chiroyli. Juda nijniy ishlangan, ko'rasizlar, o'zi rangi ham xuddi juda nozikona tanlangan. Mana toshlarga e'tibor beringlar, farqi juda chiroyli figura qilib ketilgan, juda nozikona desam bo'ladi. Ikkita tarafdan figurasi juda chiroyli chiqqan. O'zi tosh ham juda nijniy tosh tanlangan. Zalimiz panoramli oyna, pardani qo'yishgan, bu yerda oyna bor. Shahar ko'rinadi, bu yerda mana Toshkent City ko'rinadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli. Toshkent vidini emas, xonadonni obzorini qilyapmiz. Bu yerdan ko'rasizlar, bunaqa patchli qilib berganmiz. Bor bersizlar, bu ham shpondan qilingan, atomiy shpon. Juda chiroyli chiqqan. Osilib turadi. Bunda chiroyli biokamillari bor. Ko'rasizlar. Bu ham zo'r narsa qo'yib berganmiz. Mana bu yog'i bespirovodniy zaryadka tutadigan apparat qo'ysangiz zaryad qiladi va mana Type-C, USB и bitta rozetkasi bor. Juda qulay narsa. Bu yoqda mana hozir detskiyimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Hop, ikkita detski kravatimiz obuvkadan qilingan, mягкий, polniy materiallardan chiroyli qilingan. Biz polskiy material ishlatamiz. Polskiy material, mo'yishi juda zo'r. Hop, bu yoqda mana juda akkuratniy shkafimiz bor. Detskiy, mana parta dars qilish uchun. Bu yoqda polkalar, ko'rasizlar. Bu obyektimiz strogo po dizayn proyekti qilingan, pardalar ilingan. Hop, shkaflarimiz push sistemada. Ochishini qaranglar, e'tibor beringlar. Asoslar o'zi ochiladi. Juda zo'r narsa. И pantografga e'tibor beringlar. Pantografimiz ham bor. Buni postimda qo'lda. Tasviylar o'zi qiladi. Juda zo'r chiqqan, e'tibor beringlar. Mana tortmalarimiz ham bor bizani. Tortmalarimiz bor. Ichida narsalar boshqalarga e'tibor beringlar. Ispaniyaga e'tibor beringlar. Shuni qaranglar. Svet yoqmaganda juda chiroyli. Pardalarimiz hali ilinmagan ekan, shuning uchun yosh boshlari ham juda chiroyli ishlatdi. Bu yoqda endi qilingan shamni ko'rib ketamizlar bilan. Birinchi bu bizani obzorimizda skrit eshigi orqasidagi sanuzdan bo'ladi.
Rostini rangini qaraylik, tanlangan ruchkalar ham hamma yoqda rangi bir xil, stilistikasi o'sha, faqat figurasi boshqacha. Mana bitta qaraylik oyna. Riflonli, juda chiroyli. Ko'rishimizda bizani juda chiroyli shkaf kutib oladi. Ko'rgan bo'lsanglar, deyarli devor boshidan oxirigacha o'chakalar bilan nazorat qilamiz. Bu yerda mana podsvetkalar ko'rinib turibdi. Riflonli oynaga profil ishi. Podsvetkalar qo'yganmiz har bitta polkasiga. Bu yerda mana polka va bunda veshilkamiz, uni podsvetkasi bor. Ishini ochib yonadi, yopsa o'chadi. Bu yerda mana mayda juda solib qo'yish uchun kamar, soat, galstuk solish uchun mana местохранение manba shimni ilish uchun. Hammaga tavsiya qilamiz va ham tabiiy qo'yishga harakat qilamiz. Bu pantograf. Xo'p. Bu yerda endi xuddi o'sha podsvetkali veshilkamiz va bu yerda tortma va polkalar. Tepada pushta ochiladi. Shuning uchun urushkari yo'q. Bu yerda yana mana riflonli oynada profil ishimiz, ichida podsvetkalar bor. Bitta polkasida ham oynani qaranglar, juda boshqacha yon taraflariga oyna qilingan. Boshqacha effekt beryapti. Ko'rsatadi, tosh qilingan. Hop, bu yerda tortmamiz bor, ochiladi. Ichida barxtlarga e'tibor bering. Bu yerda tortma. Barxtlar bilan cho'tki qilib qilingan. Deysa, mana span kraft e'tibor berasizlar. Mana izgoloviyasi yo'q, o'rniga devorga chiroyli qilib bunaqa obivkadan qilingan. Orasida mana metal ishlatilgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi, juda chiroyli. Hop, chetlari pol, mana obivka qilingan. Shu materiallar yumshoq, o'sha aytganimizdek, bu polskiy material, yuvsa bo'ladi, mo'yishi juda zo'r xizmat qilib beradi xohlasa. Anchadan beri ishlaymiz bu partnyorlar bilan ham. Lustralar, mana bralar chiroyli chiqibdi, o'zimizga rosa yoqdi. Bu aytganimizdek stroga va dizayn proyekti bo'lgan. Dizaynerlar qilishgan, biz qo'llangancha birga bir qilishga harakat qildik. Xo'p, bu yerda kichkina ruchkamiz ham bor. Bu mijozlarimizga e'tibor uchun, ko'paytirib ishlatish uchun. Bu proyektimizda ishiga alohida e'tibor berasizlar, chunki mutaxassislar ishini bo'yi standartdan balandroq va tepasida framovasi bor, ko'rasizlar. Xo'p, bu ishini oldidagi mana ko'rasizlar, plyusini ham biz qilganmiz. Iymaqda chiroyli eshigi bor, anaqa uy burchak joylariga e'tiborli kelib urilganda nimadir olib ketayotganda burchakni urib sindira olmaslik uchun shu eshik materialidan krashimiz MDF uchun qo'yib berdi, ko'rsatib bo'ladi. Oynalar ham riflonli, juda zo'r. Ruchkalari har doimgidek Nobeldan ancha yillik hamkorimiz. Bu gul qo'yishimiz, ko'rasizlar. Krashning dizaynlari juda chiroyli. Bor bersanglar, eshiklarimizni ham oshumalari, teklari, ya'ni skriptli eshikni yopganda ko'rinib turadi, juda chiroyli. Bitta misol ko'rsatib bo'ladi. Eshik yopganda umuman tekla ko'rinadi.